Mana shu qizni o'z sevimli yigiti 15 marta pichoq urib o'ldirgan. Ты чё, блядь, такая? А? Anastasiya Nikolina hamda Albert Morgan bir necha yil oldin tanishishadi. Boshida hammasi go'zal bo'ladi. Gullar, romantika, ehtiroslar. Keyin sekin-astalik bilan yigitni asl yuzi ochiladi. Albert judayam rashkchi, hamma yo'ni kontrol qilishni yaxshi ko'rardi. Anastasiya styuardessa bo'lib ishlardi, lekin bu ishi Albertga yoqmasdi. Oxiri Anastasiya yigiti bilan ajrashadi. Lekin bu bilan tahqirlar tugamagan. Aksincha endi boshlangan edi. Albert Anastasiyaga qancha pul sarflaganini, qaysi restoranlarda nimalar yeganini, hamma rasxodlarini qaytarishini so'rab katta pul talab qiladi. Eshiklarini buzib qo'yardi hamda uni juda ham ko'p do'pposlardi. Anastasiya yigitdan qutulolmagandan keyin Dubayga qochib ketadi. Albert o'z tanishlarini ishga solib, aynan Anastasiyani mehmonxonasida joylashadi va aynan o'sha qavatda, xuddi basseyndan chiqib xonasiga kira olmayotgandek tutadi va farroshlardan xonaga kirish uchun yordam so'raydi. Anastasiyani bir necha soat xonasida kutadi. Anastasiya xonaga kirganda unga tashlanib ketadi. Ular ancha urushishadi. Qiz rosa qarshiliklar ko'rsatadi. Yigit uni ustidan kulib, sochlarini kesib tashlab, ustiga zilonkalar qo'yib yuboradi va 15 martadan ziyod pichoq bilan zarba beradi. Proboyin qismlariga. Mehmonxonani kamerasidagi videolarni, rasmlarni Telegram kanalimga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Qotil dalillarni yashiradi hamda Dubaydan uchib ketadi. Peterga kelgach, u yashirinib yuradi, lekin uni baribir tutib olishadi. Hozirda tergov davom etmoqda. Agar bundan keyingi bo'ladigan voqealarni bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Albatta aytib chiqaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.